Undan keyin akalar yana bitta narsa. Hop, Tambo naushnikimizni 9 ta qilib qo'ydik. 1.10 ta 9 komplekt holati idealni, yangidan farqi yo'q akalar. Yangi deb sotsam ham yarashaveradigan, o'ta ideal holat akalar. Ko'jalari bir ozgina rangi o'chib ham qo'ymaganda. Xullas o'yinxonaga olishgan 1-2 oy ochishgan, eplasha olmagan sotib ketdi bizga akalar. Shuning uchun bu o'tirib 2 oy polni ishlamagan, ozgina ishlagan xolos. 3-4 ta odam kirib qulog'iga taqqan, taxmagan, ashi bo'yi turgan ozgina. Changpana chiroyli qilib qo'ydi, lekin ko'rinishi holati ideal akalar. Narxini $6 dan hammasini olganga qilib beramiz. O'zi donaga $7 degandim. 9 dona bor, 9 tani hammasini olganga 6 dan qilib beramiz. Ya'ni 60 bo'lsa qancha bo'ladi? $54 ga hammasini berib beramiz. 50 qilib beray, 53 qilib beray demanglar akalar. Olsanglar shuni olinglar. Bo'lmasa donaga 7 dan sotib ham qo'yamiz. Keyin Trivatnom printer so'raganlarga, printerni eng kelinlari Trivatnomning eng yaxshisi hisoblanadi, eng jaydarisi, eng kirchimoli MF3010. Image class, uni ICU'si bor, farqi yo'q, ular ishlovlarning hammasi shotki. Akalar, pechatini ko'ramiz. Pechati 37500 ta ekan, mana 37,5 mingta. Lekin ishlashi zo'r, muammosi yo'q, hamma yo'q chotki. Mana ushlab turadigan mana nimasi bo'ladi? Mana shunaqasi stoykasi bo'lardi, shu stoykasi sinib qolibdi. Xullas, tak hamma joyi zo'r, boshqa muammosi yo'q. Texnik holati zo'r, USB platasi hamma yo'q chotki akalar. Holati ham zo'r. Urinib ketmagan. Boshqalar ko'rgan bo'lsa, ancha urinib ketgan bular. Narxi ham zo'r chiqqan. $111 ga berib yuboramiz akalar. Narxi va shu go'zal. Olinglar akalar. Keyin игровой notebook so'raganlarga ham akalar, игровой notebookda shu skidkaga tushgani bor, olib kelib qo'yganmiz. MSI deki i5 12-pokoleniya 8 ga 512 NVMe bo'ladi. RTX 2050 4 GB li video kartasi bor. Bemalol onlayn o'yinlarda qasratib o'ynasangiz bo'ladi. Undan tashqari bemalol IT ga ham, 3D Max ga ham, boshqaga ham, montajga ham bu narsaga ketaveradi, xullas. Asosiy narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi chotga chiqqan. Рабочий Victus narxida bemalol xuddi shu parametrdagi Рабочий Victus narxida yangi MSI'ni olishingiz mumkin. 500 dan 550 gacha Victuslar sotyapti Рабочий'sini. Buni biz akalar $520 dan sotyapmiz. O'kanimizni kerak desanglar, kelavaslar. Sistemalarini ichida qilib, yana bonusini qilib beramiz, xudo xolasa.